Siz Madina shahrida uyg'ondingiz. Bomdod azoni shahar uzra yangramoqda. Siz tahorat qilib, yangi kunni ibodat bilan boshlash uchun tayyorgarlik ko'ryapsiz. Madina asta-sekin uyg'onmoqda. Quyoshning ilk nurlari shaharni yoritmoqda. Ko'chalarda musulmonlar bir-birlariga salom bermoqdalar. Bu shaharda birodarlik va mehr hukm suradi. Siz masjid tomon yo'l oldingiz. Musulmonlar namoz uchun jam bo'lmoqdalar. Bu Madina shahri. Shu ko'chalarda buyuk sahobalar yurganlar. Yaqin atrofda Abu Bakr roziyallohu anhu yashaganlar. Bozorda savdo qizg'in. Ammo bu yerda halollik va rostgo'ylik har narsadan ustundir. Insonlarga yordam berish va mehr ko'rsatish bu jamiyatning ajralmas qismi edi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bolalarning quvonchi va kulgusi shaharga yanada fayz bag'ishlamoqda. Kun nihoyasiga yetdi. Siz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davridagi bir kunni his qildingiz.